Uylangan erkak nega boshqa ayolni sevib qoladi? Bu shunchalik tasodifmi yoki ortida jiddiy sabablar bormi? Ko'pchilik bu holatni o'zini boshqara olmadi deb tushuntirishadi, lekin aslida bu holatda ikkita jiddiy ehtiyojni to'qnashuvi ro'y beradi. Bir tomonda oila, mas'uliyat, urf-odatlar, ota-onalar, ikkinchi tarafda esa jiddiy qiziqish, kuchli hissiyot va eng asosiysi boshqa yangi insonni ideallashtirish. Va eng xavflisi, bu holatda inson tanlov qilishni o'rniga ikkalasini ham saqlab qolishga harakat qilishni boshlaydi. Bu videoda siz bu vaziyat umuman nimaga paydo bo'ldi? Bu tasodif emas, balki ma'lum bir jarayon ekanligini tushunib olasiz va eng asosiysi, bunday vaziyat ro'y berganda qanday harakatlar boshlanadi bilib olasiz. Agar siz bu holat muammolarini va eng asosiysi yechimini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Aynan shu o'rindagi masala birdan bir narsalarni hal qilib yoki vaziyatni tushunib olish, surishtirish emas. Bunday vaziyatda ikkita jiddiy ehtiyojlarni to'qnashuvi ro'y beradi va aynan shu jarayonni oqibatlarini ko'ra bilish. Gap shundaki, munosabatlarni mustahkam bo'lishi ikkita narsaga asoslanadi. Birinchisi, er-xotin bir-birlarini butun umr yashash uchun aniq va ongli tanlaganliklari. Ikkinchisi, bir-birlarini o'zgartirishga harakat qilmasliklari, ya'ni bir-birlarini boricha tan olishlari. Qachon erkak boshqa ayolni sevib qolganda shu narsa bilinadiki, aynan shu ikkita asosiy shart bu munosabatlarda boshidan bo'lmagan. Aksariyat holatlarda erkak uylanganda faqat sevgiga, mehrga, muhabbatga tayanib emas, balki boshqalarni ta'siri ostida bu narsani amalga oshiradi. Ya'ni u shunchaki birdan ota, tayanch vazifasini bajarishni boshlaydi. Ya'ni hech qanaqa tanlov bo'lmaydi. Aynan shunda tashqi hissiyot, qaysiki u yerda majburiyatlar, bosim va talablar yo'q bo'lgan holat unga qiziqroq va baxtliroq ko'rina boshlaydi. Aynan shu paytda tashqaridagi his-tuyg'u ideallashtirish boshlanadi. Tashqaridagi jozibador hayotni oldida real hayot unchalik qiziq va o'ziga tortuvchi ko'rinmaydi va erkak ikki o't orasida qoladi. Yo oilasi, qaysiki majburiyatlar, bosim, talablar yoki hech bir qiyinchilik yo'q, aksincha faqatgina yaxshi ko'rish, chiroyli yurish va bir-birlariga ehtiyoj bor hayot. Lekin muammo aynan shu yerda boshlanadi. Qachonki erkak kishi birini yoki ikkinchisini tanlashga emas, balki ikkalasini ham ushlab qolishga kirishganda. Achchiq haqiqat shundan iboratki, har bir qarorni narxi bor. Bu yerdagi masala qanday tanlovni qilishni bilmaslikda emas. Bu yerdagi masala ikkala tanlovni ham ushlab qolishga harakat qilishda. Bir tarafda oilasi, o'rnatilgan tizim, barqarorlik, obro', e'tibor degandek. Ikkinchi tarafda kuchli hissiyot va erkak kishi ikkalasini ham qo'ldan boy bergisi kelmaydi. Va aynan shu yerda u ikki hayotni yashashni boshlaydi va bu bilan o'zini eng qiyin vaziyatga solib qo'yadi. Sababi u doimiy ziddiyatda bo'lishni boshlaydi va albatta bu holati oilasida va munosabatlarda o'z aksini topadi. Aynan bir vaqtni o'zida ikkita joyda baravar bo'lish istagi erkak kishida yana bir qiyin va jiddiy jarayonni boshlanishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon o'z-o'zini oqlashga kirishish deb ataladi.
va aynan shu o'rinda erkak kishi o'z harakatlarini oqlash uchun va ichki qarama-qarshiliklarni yengib sal bo'lsa-da o'zini yaxshi his qilish uchun erkak kishi hattoki dinga murojaat qiladi va bu harakatlarini sunnat bilan bog'lashga urinadi. Lekin bor haqiqat shundan iboratki, sunnat degan joyda muhim va aniq chiziq bor va uni nomi rostgo'ylik, ikkiyuzlamachilik va yashirish bo'lgan joyda tabiiyki hech qanaqa sunnat haqida gap ketmaydi va o'z harakatlarini yashirishga urinishni boshlagan erkak allaqachon noto'g'ri yo'lda bo'ladi. Ikkinchi yana bir muhim jihati shundan iboratki, erkak kishini begona ayolni sevib qolishi bir zumda paydo bo'ladigan holat emas. Sevib qolish uchun dastavval muloqot o'rnatilishi kerak. Keyin erkakni e'tibori u yerga kuchaytirilishi kerak va natijada erkak bu ayolga qattiq bog'lanishi kerak. Bu albatta birinchi navbatda ongli qarorni, ikkinchi navbatda ma'lum bir harakatlarni va albatta vaqtni talab qiladigan jarayonki, bu vaziyat o'zidan o'zi emas, balki erkak kishini ongli va o'zi istab qilgan qaror va harakatlarini oqibati bo'ladi. Shu nuqtai nazardan begona ayolni sevib qolish bu o'ziga berilgan ruxsatlarni oqibati va natijasi. Yuzlab ayollarni erlari boshqa ayollarga ilakishib, hattoki ko'ziga farzandlari ko'rinmasdan munosabatlarini tashab ketgandan keyin tiklashga yordam berganimga asoslanib shuni aytamanki, erkak kishini boshqa ayolga ilakishib qolishiga asosiy 3 ta ildiz sabab bor. Birinchisi va asosiysi nikohni ongli tanlov bo'lmasligi. Gap shundaki, munosabatlarni mustahkam qiladigan eng asosiy shart bu turmush o'rtoqlarini bir-birlarini o'zaro ongli va eng asosiysi butun umr yashash uchun tanlashlari. Aksariyat holatlarda erkak kishi bosim ostida yoki oilasi to'g'ri kelgani uchun uylanadi. Ikkinchi ildiz sabab bu erkak kishini istaklarida aniqlikni yo'qligi, ya'ni nima uchun yashashi, hayotda unga nima kerakligi va eng asosiysi qanday ayol kerakligini o'zi ham bilmasligi. Va uchinchisi, eng xavflisi, iste'molchi, da'vogar holatdagi erkak. Bunday erkaklar hamma narsaga, hattoki umr yo'ldoshiga go'yoki almashtirish mumkin bo'lgan bir holatdek qarashi. Bunday erkaklar o'z ayollarini doim tanqid qiladi, boshqalar bilan solishtiradi va hech qachon ulardan minnatdor bo'lmaydi. Bunday erkaklar munosabatlarga qadriyat sifatida emas, balki resurs sifatida qarashadi. Iste'mol da'vogar holatidagi erkak nikohga hech qachon qadriyat va muqaddas sifatida qaramaydi, balki resurs sifatida qaraydiki, uni faqat iste'mol qiladi va undan foydalanadi. Shuning uchun masala sevib qolganligida emas, masala sizning turmush o'rtog'ingiz nikohga qanday niyat bilan kirgani, nikohni muqaddas debmi yoki iste'molchi sifatidami? Agar munosabat qadriyatlarga emas, iste'molga qurilgan bo'lsa, ularda hech qachon barqarorlik ham bo'lmaydi, qadrlash ham bo'lmaydi. Va shu yerda siz o'zingizga hayotiy zarur bo'lgan savolni berishingiz kerak bo'ladi. Siz haqiqatni tanlaysizmi yoki o'zingizni aldab yurishda davom etishnimi? Agar bu mavzu sizga yaqin bo'lsa va erkak kishini boshqa ayolni sevib qolishi sizni eng og'riqli masalangiz bo'lsa, videoni saqlab qo'ying.
siz unga qayta murojaat qilib ko'p savollaringizga javob topishingiz mumkin. Va sizga bunday mavzular qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lishni unutmang. Biz ayollar munosabatdagi zarracha o'zgarishlarni birdan sezamiz. Agar sizda munosabatlaringizda shunday holat bo'lishi qo'rquvi paydo bo'lgan bo'lsa yoki allaqachon sizda eringizni boshqa ayolga ilakishib qolgani haqida dalillaringiz bo'lsa, bepul diagnostika olib, buni ildiz sababini bilib bartaraf qilishingiz mumkin. Bepul diagnostika olish uchun opisaniyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha